Assalomu alaykum askar, zo'rminishlar. Toyota Prado 200 katalizatori to'lib bo'lgan. Buni bilmagan 3-4 ta joyga borgan, bezel solishtirgan, injektor alishtirgan akalar, benzin datchiklarini, hamma pampers, hammasini alishtirgan. Bu o'lish yo'qolmagan, xullas qalam. Biz ham buni ko'p narsalarni diagnostika qilib ko'rdik. Oxir-oqibat katalizatordan ekanligini bildik. Katalizator korroziyasi polni yonib ketgan, o'rtasi ham vashi erigan, o'rtasini ham hozir ko'rsatamiz, ochib bilasiz sizga. Biz bularga yangi katalizator mana bu Euro 5 katalizator qo'yib beramiz. Zavodskiy Euro 4 bo'ladi, 100 ming yuradi, eriydi akalar. Bular 100 mingga chiqmagan, lekin shuning uchun ustalar katalizator deb o'ylashmagan. Ikkinchi mashinamiz Lexus, xuddi mana shu sherigi, variant Lexus faqat. Lexus ahvolini ko'ryapsizlar, katalizator tag tomoni top-tozaga o'xshab turibdi. Tepa tomoni polni yonib ketgan akalar, vixlib umuman qo'ya olmagan, chek yongan, rassi ko'paygan, katta tezlikda yoki balandlikka chiqadigan payt chek polni yonadi, pitirlab, xuddi bloklanib qolganga o'xshab 30 dan 40 dan oshmagan holat kuzatib qolgan. Xullas qalam akalar, liboy mashinaga ko'rib turibsizlar, katalizatorlar yengisi ham, rabochisi ham bor. Propiskalarga atmetgan gumulatinglar, sensorni tashlam yuvib tozalab, kapitalni qilib berib, katalizatorni alishtirib beramiz. Hammasi 1 million so'm bo'ladi akalar.